Assalamu alaykum, hürmetli televizor körgüçüler. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumratay Erkin. Bugun seyşembe. Hurmatli ko'rmanlar, tövende diqqatinglar kunlik xabarlar programmamizning tafsiloti bo'lsin. Xitoy bosh ministri Li Qiangning Avstraliya ziyarati Avstraliyadagi Uyg'ur, Tibet va Hongkongliklarning qattiq noroziligiga uchragan. Bu Xitoy bosh ministrining 7 yildan keyin Avstraliyaga tunji ziyarati bo'lib, Li Qiang bu qatimqi ziyaratining tunji bekiti bo'lgan Avstraliyaning Adelaide shahriga kelganda, Adelaide yashaydigan Uyg'ur, Tibet, Hongkong, Tayvan va Xitoy o'qituvchilarining qattiq qarshiligiga uchragan bo'lib, 16 iyun kuni Adelaide'da 17 iyun kuni Avstraliya poytaxti Canberrada keng ko'lamli birlashma namoyish o'tkazilgan. Li Qiangning bu qatimqi Avstraliya ziyarati Xitoy bir qism Avstraliya mahsulotlariga qo'ygan tamojni bejini bekor qilganligi va Avstraliya fuqarolariga viza kechirim qilinganligi munosabati bilan elib berilgan. Bu haqda Adelaide'dagi Tangirtog' Uyg'ur ayollari birlashmasining raisi Ramila Chanishev xonim Xitoy Avstraliya o'rtasidagi savdo munosabatlari uchun Uyg'ur va Tibet xalqi uchrayotgan qirg'inchilikqa ko'z yumilmaslik kerakligini ta'kidladi. Xitoyning Avstraliyadagi elchixonasi va Adelaide'dagi konsulxonasi namoyishchilarning ovozini besiqtirish uchun ko'p sondagi Xitoy o'quvchilari va Avstraliyada yashaydigan Xitoylarni tashkillab ekelgan bo'lib, namoyishchilar bilan Xitoylar orasida qisqa bir surkilish kelib chiqqan. Ramila xonimning aytishicha, naq maydondagi soqchilar darhol namoyishchilar bilan Xitoyning yollanma namoyishchilarini ayirib etgan. 17 iyun kuni Li Qiangning Avstraliyada dog'dug'liq kutilish marosimiga qarshi Avstraliya poytaxti Canberrada keng ko'lamli birlashma namoyish davom qilgan bo'lib, bu namoyishda Xitoy elchixonasi va Avstraliyadagi Xitoy korxonachilari 2-3 ming Xitoy o'quvchi va Xitoy ko'chmanlarini yollab dog'dug'liq kutilishga chiqargan va namoyishchilar bilan Xitoylar orasida keskin surkilish yuz bergan. Xitoy namoyishchilar Uyg'ur va boshqa namoyishchilar shuar to'lganda qizil naqshlarni va shuarlarni to'lgan ham namoyishchilarning bayroqlarini Xitoy qizil bayroq bilan to'sishga uringan. Oxirida naq maydondagi soqchilar darhol harakatga kelib, Xitoy qarshi namoyishchilar bilan Xitoy tarafdorlarining o'rnini ayirib etgan. Dünya Uyg'ur Qurultayı Ishki ishlar komiteti mudiri Baxtiyor Bo'rapandining bildirishicha, Canberradagi namoyish Li Qiang parlament binosiga kelganda boshlangan bo'lib, namoyishchilar parlament binosi oldida namoyish olib borgan. Namoyishga Uyg'ur, Tibet, Hongkongliklardan bo'lib 1000 ga yaqin kishi qatnashgan. Namoyish jarayonida Li Qiangni qarshi olishga chiqqan Xitoylar til haqorat va yo'lsiz usullar bilan Tibet, Uyg'ur va Hongkonglik namoyishchilarga hujum qilmoqchi bo'lgan. Adelaide, Canberra qatorliq shaharlarda olib berilgan bu namoyishlar yana Guardian, Reuters, Al Jazeera qatorliq axborot vositalaridan xabar qilingan. Guardian gazeti bu qatimqi Li Qiangning ziyoratini Avstraliya Xitoy mushkiq diplomatiyasi deb ta'riflagan. Xitoy bosh ministri Li Qiangning bu 2 kunlik ziyarati jarayonidagi noroziliklar va namoyishlar Avstraliya matbuotlarida keng ko'lamda xabar qilingan bo'lib, Uyg'ur namoyishchilar Xitoy irqiy qirg'inchilikni to'xtat, Sharq Turkistonga ozodlik, Sharq Turkistonga mustaqillik, Tibetga mustaqillik, Xi Jinping diktator degandek shuarlarni to'ligan. Türkiye'nin Saadet ve Kelechek Partiyasida bo'lgan parlament a'zolarining parlamentdagi guruhi mas'uli Selçuk Özdağ apandi 6 ayning 12 kuni Türkiye parlamenti umumiy yig'inida so'z qilib, Türkiye Tashqi ishlar ministri Hakan Fidandan Xitoy ziyorati jarayonida Xitoy rahbarlari bilan uchrashganda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini o'tirg'i qo'ymaganligini so'radi. U 600 atrofida parlament a'zosi ishtirok qilgan umumiy yig'inda 2 o'qitish partiya nomidan so'z qildi. U so'zni mundaq boshladi. Hurmatli parlament raisi, qimmatli parlament a'zolari, 6 ayning 3 kunidan 6 kunigacha Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan apandi Xitoyda ziyoratda bo'ldi. Bu ziyorati jarayonida Xitoydagi tadqiqot markazida doklad berdi. Xitoy rahbarlari va Xitoy kompartiyasining oliy rahbarlari bilan ko'rishdi. Bulardan sirt Sharq Turkistonga ziyorat olib bordi. Ma'lum bo'lgandek, u yerdagi Uyg'ur qarindoshlarimiz assimilyatsiyaga, hatto irqiy qirg'inchilik uchirmoqda. Hakan Fidan apandi bu qatimqi ziyarati jarayonida bularning kun tartibga kelmaganlik to'g'risida hech qanday ma'lumot bermadi. Biz uzun yillardan buyon o'tirib qo'yib kelayotgan Uyg'ur tilida ma'rifning amaldan qoldirilganligi, diniy e'tiqodning cheklanganligi, Xitoy ko'chmanlarining rayonning nopus qurilmasini o'zgartirishni to'xtatish, kishilik huquq dafsanchiligiga, irqiy qirg'inchilikqa xotim berilishi, Sharq Turkistonga kishilik huquq dafsanchiligini tekshirish hay'ati yo'llash qatorliq talablarimizga hukumat hech qanday ijobiy javob bermadi. Selçuk Özdağ apandi Türk xalqi nomidan Hakan Fidandan tövənlik suallarını so'raydiganligini ta'kidlab, mundaq dedi. Türk xalqi nomidan biz Hakan Fidandan shuni so'ramoqchimiz. Bu qatimqi ziyorat jarayonida Uyg'urlar duchor bo'layotgan kishilik huquq dafsanchiligi o'tirib qo'yildimi? Uyg'ur ziyoli, tadqiqotchi,
o'qituvchi, doktor, yozuvchi, diniy zot, san'atchi, tanarkatchi, korxonachi va savdogarlar, hatto oliy maktab o'quvchilarini jazo lagerlariga, turmalarga qamgan, ba'zilariga umrlik qamoq jazosi bergan Xitoydan bularni so'radimi? Hozirgacha Amerika boshida bo'lib, 10 dan ko'p davlatning parlamenti Xitoyning Uyg'ur qatorliq Turkiy xalqlarga ilib berayotgan inson qilibidan chiqqan siyosatini irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat deb e'tirof qildi. Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasi tarafidanmi irqiy qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyat deb hukm chiqarildi. Turkiya Cumhuriyeti hukumat bo'lish sifati bilan bu haqda nimalarni qildinglar? Selçuk Özdağ apandi parlament qilgan so'zida Turkiya tashqi ishlar ministridan Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysa'ni so'radi. U mundaq dedi: Dolqin Aysa dunyodagi butun davlatlarga bora oladi. Faqatla Turkiya bilan Xitoyga kira olmaydi. Hukumatdan shuni so'ramoqchiman. Buning sababi nima? Turkiya sudi Dolqin Aysa'ni Turkiyaga kirsa bo'ladi deb hukm chiqargan bo'lsa-mu, Turkiya nima uchun Dolqin Aysa'ni kirgil qo'ymaydi? Ichki ishlar ministrligi davlat bexatarligiga tahdid degan ishki qarorni chiqarib, uning Turkiyaga kirishini ikkinchi qatim chekladi. Germaniya fuqarosi Dolqin Aysa butun dunyo davlatlariga bemalol kirib chiqayotgan turuqliq Turkiyaga kira olmaydi. Hukumatdan shuni so'ramoqchiman. Sizlarning Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Aysa'ni kirgizmasliklaridagi sabab nima? Roshan Abbosning hadisi taxich turmida. Hakan Fidan buni Xitoydan so'radimi? Turkiyadagi nurg'un Uyg'urlar Sharq Turkistondagi ota-ona, urug' tuqqanlar bilan ko'risholmayotdi. Bu haqda Xitoy rahbarlari bilan so'zlashdinglarmi? Selçuk Özdağ apandi bu nutqni so'zlagandan keyin Erkin Asiya radiosining ziyoratini qabul qilib, bu nutqni parlament hokimiyat beshidagi Oq partiyadan bo'lgan 265 nafar parlament a'zosi, hukumatni qo'llayotgan Milliyatchi harakat partiyasidan bo'lgan 50 nafar parlament a'zosining hech qanday norozilik bildirmasdan anglaganligini, normalda boshqa masalalarni o'tirib qo'yganda bu parlament a'zolarining qattiq norozilik bildirganligini bayon qilib, mundaq dedi: Adolat va taraqqiyot partiyasi bilan Milliyatchi harakat partiyasi parlament a'zolari bo'lsin, ular hech qanday inkos qaytarmadi. Mening deganlarimni to'g'ri emasmi demadi. Javobim bermadi. Normalda bu nutqimga qarshi so'z qilsin bo'ladi. Bundaq bo'lishidagi sabab hukumat Turkiya parlamentidan hay'at yo'llab kishilik huquq dafsanchilik to'g'risida tekshirish ilib bordiganligini deb Xitoy elchixonasiga xat yozibdi. Ammo Xitoy hukumati ruxsat qilmabdi. Lekin tashqi ishlar ministri Hakan Fidanga ruxsat qildi. Şoňa hakimiýetki partiýaga mensub parlament äzalary uyatlyk his qılgaçqa maň inkos qaytara almady dep oýlaýman. Partiýasynyň parlament äzasy Ayhan Eral äpendi 2020-ýyly 6-njy aýynyň 2-nji güni Türkiýe parlamentiga sual heti sunup, Türkiýanyň sabyk taşqy işler ministri Mavlut Çavuşogludan Dunyo Uýgur qurultiyi raisi Dolqin Aysa'nyň Türkiýeге kelişigi qaçan ruxsat qilysizlar dep sorgan edi. Ammo bugungacha javob berilmagan. Türkiýanyň asas kanunynyň 98-nji maddasi bilen Türkiye parlamenti nizamnamasının 96-njy maddasiga binaen Türkiye Taşqy işler ministri Hakan Fidanның bu sual xetiga yazma halda javob beriş mecburiyeti bar ekan. Hindistan Asiya Xalqara xabarlari torining 16-iyun xabar qilishicha, Xitoyning har qaysi joylardagi xavfsizlik o'rinlari Xitoy shaharlarida yashayotgan Uyg'urlarni sun'iy aql kameralari orqali ta'qib qildi ekan. Hamda ularning nega berib, nada turayotganligini iz qo'g'lab xotirlab mangdi ekan. Navbatda Ustal doklati nomli yumshoq detal Xitoyning sun'iy aql kameralariga qo'llanilish imtiyoziga erishgan bo'lib, bu detal oshkora so'rinlarda yurgan Uyg'urlarni to'nib olish uchun ishlatildi ekan. Shanxay shahri, Chengdu shahri, Zhejiang o'lkasining har qaysi shahar bozorlaridagi saqchi va davlat xavfsizlik o'rinlari bu yumshoq detalni qo'llanmoqchi ekan. Xabarda aytilishicha, Xitoy doiralari 2023-yili Uyg'urlarning chiroyini tonish texnikasini taraqqiy qildirishni ta'kidlab hujjat chiqargan. Shanxay Shoyxoyralliq saqchi idorasi tamg'a osgan bir hujjatda davlatimiz garchi necha yildan beri Uyg'urlarni qayta tarbiyalash orqali o'zgartgan bo'lsa-mu, ularga yana ishongili bo'lmaydi deyilgan. Germaniya Würzburg universitetining Uyg'ur mutaxassisi Bjorn Alpermann bu haqda mundaq degan: Bu hujjatlardan ma'lum bo'lgandek, Xitoy xavfsizlik o'rinlari Uyg'urlarni yanada sistemli holda xatarlik dushman, töven darajadagi millat deb hisoblaydi. Bular Xitoy hukumatining qayta tarbiyalash orqali asabiylikning opti tugatildi. Uyg'urlar boshqa fuqarolardek tang barobar huquq ega deganlarni butunlay yolg'onga chiqardi. Bjorn Alpermannning bildirishicha, Shanxay saqchi o'rinlari talab qilgan chiroy tonish yumshoq detali cho'qim Uyg'urlarning bu shahardagi aniq o'rnini, shundaqla kimlar bilan uchrashganligini tepib berilish kerak ekan. Shanxay Shoyxoy rayoniga o'rnatilgan 3700 kameraning chiroy tonishdan boshqa yana u shaxsni saqchiga ma'lum qilish iqtidorining bo'lishi talab qilingan. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizə gündəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.
Jungle.